Assalomu alaykum hammaga. Biz yangi oshxona mebel 4 metrli joy patologgacha oshxona mebel qilamiz. Sekin ko'rsatib boramiz. Ishlagan oshxona mebelimiz tayyor bo'ldi. Xo'p, shu so'zda biz Tepabaronda bu yerda 3,5 metrga oshxona mebel tayyorladik. Ekvivalent rangda. Xo'p, xolodilnigi yoniga mana shunaqa narsa tushirib berdik. 15 sm ga. Bu yerda mana radiator bor edi, radiator hisobiga. Xo'p, balalik 280. O'rtadagi polkamizda ham ikki qatordan polkalari bor. Xo'p, shu 3 qator. Oshxona vakuum. Xo'p, ruchkalarimiz bu safar mokriy, butun, to'liq qo'yilgan. Tagidan ham ko'rsating bo'ladi. Bittada uloq-uloq yo'q, temir. Plastmassa ruchka emas. Xo'p, narxi mana shu holatda 11 million so'mga tayyor bo'ldi. Qanaqa chiqdi? Fikr mulohazalari kommentariyada kutib qolamiz.